Bugun Hyundai Sonata'ni siz bilmagan 5 ta ajoyib funksiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, avtoturargohga kelganingizda xuddi shu muammoga duch kelsangiz, birgina tugma orqali avtomobilingizni olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, endilikda Hyundai Sonata'ni yukxonasini ochish juda ham osonlashdi. Buning uchun bitta kalit bo'lsa bas. Yaqinlashasiz va avtomatik holatda yukxona o'zi ko'tariladi. Uchinchisi, o'rindiqlar xotirasi faqatgina haydovchi uchun emas, yo'lovchilar uchun biriktirilgan. To'rtinchisi, avtomatik transmissiya qutisi boshqaruvi rul tagiga joylashtirilgan. Beshinchisi, avtoturargohdan orqaga harakatlanayotgan paytingizda har ikkala tomondan kelayotgan avtomobilni ekranda ko'rsatib, avtomatik tarzda to'xtab beradi. Yanada batafsil ma'lumot uchun Hyundai avtosalonlariga tashrif buyuring yoki 1248 qisqa raqamlariga murojaat qilib, tez drive'ga yoziling.